Assalomu alaykum suyimlik azizlar, qanavinglar yaxshimi? Biz o'qiyotgan Hayot ko'chining Ahuzari nomli kitobimizni o'qishni davom qilamiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan. Biz oxirgi bob hayotimizdagi qiz ayollar deganni o'qiyotgan edik. Davomini o'qishni davom qilamiz. Endi parangimizni o'zimizga bursak, odamga xos xususiyatlarning qaysi birisi bizdan aylanib ketgani yo'q. Agar paloni ovuldagi birisi ikkinchi birisiga oshiq bo'lsa yoki bir yigit 10 qiz bilan qator yursimi, uningga hech kim boshqa ko'z qarashda bo'lmasligi mumkin. Biroq siz Aytmatovga o'xshash xalq olam og'zida yurgan ulug' insonning har bir qadami el ko'zidan bir minut, bir qadamni qechib qutlanmaydi. Sizga ini bo'lib o'tgan uzoq yillar mobaynida ichki tuyg'ularingiz to'g'riliq bir ig'iz sizdan so'z so'rab boqmabdiman. Jon dunyoringizni zilzila solgan talay tanglarni bidor atqizishga sababchi bo'lgan isil tuyg'ularingiz to'g'risida bir so'rsam, xato tushunmassiz. Aytmatov. Har bir odamning o'z peshonasiga yozilgan taqdiri bor. Bu olam qandoq cheksiz bo'lsa, u shuningga o'xshash cheksiz murakkab, sirliq, tugamas cho'chak. Har kim o'zining umr manzillarida Xudo qo'shgan ayoli yoki eri bilan birga bo'ladi. Har qaysi o'z tushunchasidagi baxtini izlashga otlandi. Hozir asliga aylansimi, yodiga kelganda yurakingni shirin og'ritib o'tib ketadigan qimmatli tuyg'ular bizning boshdan o'tgan, yo'shiradigan yeri yo'q. O'quvchi vaqtimizda, yoshlik davrimizning eng gulgun chog'larimizda to'y-to'ykunlarda nurg'un qizlar bilan tanishgandimiz. Nihoyat tatliq so'zlarni tizib olib xat yozgan, xat olgan kunlarmi boshdan o'tdi. Ismini chetiga issil yiplar bilan keshtlab yozgan, go'zallar sovuq qilgan qo'lyog'liqdan nechchini yanchuqqa soldiqkin. Kulasiz-ku. Shuning qaraganda sizning yanchuqingizga talay qo'lyog'liq tushgan bo'lishi mumkin. Bek güzel bir an'anada bu, qo'lyog'liq sovuq qilish. Biroq hammasi yondi-yu, yana o'chdi. Gul beg'iga kepinakning qo'nib uchqaniga o'xshash. Ular menga ta'sir ko'rsatmadi. Shularning ichida o'zining jini bilanmi, teni bilanmi, butun sumbati bilan mening erkimni o'ziga tortgan bir yorqin muhabbat esimda qoldi. Atayin izlab uchrashganimiz yo'q, tuyuqsiz yo'liqdiq. Shu tuyuqsizlik men uchun hamma maqsaddan buyuk yuqori edi. U keyin butun Soyuzning xalq artisi, qirg'iz peshonasiga bitgan dangliq usulchisi Bubi Sara Beyshanaliyeva edi. Toki bugungacha tushimga kirib siymosi bilan madad berib ko'nglimni ko'tarib, o'tgan kunlarga xiyol bilan bo'lsam eslatma berib turadigan ashu Isiljon bilan qandoq uchrashganim hozir qadar ko'z oldimda. 60 yillarning ishlari Moskvadan o'qish bitirib, asarlarim mamlakatlik nopozliq matbuotlarda e'lon qilinib, xalq og'ziga ilingan vaqtim. Baltiq flotida harbiy xizmat o'tayotgan qirg'iz yigitlariga puhrolik yordam berayli degan o'y bilan bir uyushma qurildi. Fronza degani Bishkek ekanchimi? Shaharlik partikomning shu vaqtdagi birinchi kotibi Turdaxun Visivbalev chaqirtib vakillar bilan birga Leningradga berib, dengizchilarga hurmatimizni bildirib kelayli deganlikdan birga otlanib ketdim. Qirg'izning Cho'lpon degan klassik balet o'mki bor edi. Bizning oldimizda ularning Baltiq bo'yiga safar qilib, Leningrad balet o'mki bilan birlashib film ishlayotgan vaqt ekan. Shundaq illiq salomlashishlar bo'ldi. Cho'lpon balet o'mkidagi bosh rolni ilib yurgan Bubisara Beyshanaliyeva bilan dastlab shu yerda uchrashdim. Buning taqdirning o'rinlashtirish ekanligini keyin bildim. Yenimda 2-3 dengizchi bor. Motorli qiyiq bilan Aurora urush kemasiga yaqinlab kelganimda bizning vakillar palubasida turgan ekan. Oppoq yuzi xushalliqdan guldek ichilgan, o'ttiri bo'yliq, sumbatliq Buvsara chechini dengizning mayin shamoliga erkiltib tarab bizga qo'l pulanglatdi. Ilgari bir-birimizni sirtimizdan bilganimiz bilan yakki tanishligimiz yo'q edi. Tizli sirdishib ketdik. Uni til bilan ifodalash mumkin emas. Tuyg'umiz gulxan bo'lib yondi desam ishonmaysiz. Shu vaqtgacha uchrashmay nalarda yurdiqkin deb hayron qoldik. Atrofimdagi odamlarmi, hatto sayravotgan qushlarmi, shildirlayotgan yaproqlarmi, dengizning o'rkashlik to'lqinlarimi ko'zimga boshqacha ko'rinadi. Dunyo burunqi holatiga aslo o'xshamaydigan jilvalik, noz karashmalar bilan ko'zimga, yo'q, yuragimga tashlanib turadi. Leningradning tep-tinch kechalariga cho'milib, Nevani aylangan, armonsiz sirdashgan ashu vaqtlar. El ichida turib qolgan yengam bilan 2 bolamiz esimdan ko'tarilgandek ajoyib qara ayolimkin debdiman ku. Bir xotini bilan 2 bolasini uyda tashlab qo'yib. Hamma dangliqlarda bo'ldikanda ancha-muncha.
Ajoyib karomat bir davrni boshdan o'tkazdik. Safar vaqti to'shqandan keyin vakillar a'zolari o'z yurtiga qaytib ketdi. Faqat mening ketkim yo'q. Tortishib ketkim yo'q. Yuragimning tengini Neva qirg'og'iga qoldirib ketayotgandek bilindi. Oxiri Moskvada ishim bor, poyezd bilan qaytaman deb sabab ko'rsatib, Leningradga kelib Moskvaga 2-3 kundan keyin otlandim. Mening orqamda buvisarim yetib keldi. Moskva mehmonxonasida bir kun, bir tun ikkimiz yolg'iz qoldik. Nima degan ro'yi tushunish, yolqinliq sirdishish vaqtlarimizni boshdan o'tkazdik. Qayta xo'shlashib, bir-birimizga qiyolmay, jupimizni buzmay, buvisarni Leningradga olib qo'ydim. Rossiya o'rmonligining yeshil chimligidan o'tib, Zemramaning ustida choy qilib ketayotgan, yana bir aylanib kelgili bo'lmaydigan chog'lar esimdan hozirgacha ko'tarilgan emas. Leningradga kelgandan keyin buvisar meni qayta Moskvagacha ustib qo'yishni o'tindi. O'zira yetib o'zimni orolda to'xtatdim. Shundan boshlab buvisar qazo qilgan qadar 14 yil yuragimdagi sevgi yolqini 1 minutni pasaygani yo'q. O'zini tutyapti, Moskvaga chopirib qo'ymay Leningraddan. Uşaq gap so'zlarning kasofati shu yillari bizni to'limi qiynadi. Buvisar Leningradda o'qib bilmagan, teatr, kino bilan adabiyotga kelganda alohida havasi bor farosat egisi edi. Mijoz xulqi bilan salobatiga kasb to'lim yarashgan bu birli insonning mening hayotim bilan yozuvchiligimga ko'rsatgan ta'sirini til bilan ifodalash qiyin. Yozuvchiligidagi ta'sirini mayli deyman-da, hayotga qanday ta'sir ko'rsatgandi deb o'shni bilgim kelyapti. Ming bir kechining cho'chkidek ikkimizning oshiqligini bilmay qolgan hech kim yo'q. Amsa nima sababdan qo'shilmadi degan savol chiqar. Men so'zning aniqini desam, bu sara davomli hikoyani boshqa yoqqa burab kechiktiradi. Tuyuqsizlik deganni qo'ysangchi, ikkimiz tang yangidan olgan uyimiz bir binoning qo'shni uyi bo'lib chiqdi. Kangtasha erkin azod sirdoshgan vaqtlarda Achinov degani mening familiyam bilan ismimning bosh harfi bilan qo'shilgan ismim deydi. Chingiz Aytmatovni Achinov deb o'ylaganingni bilib turman deb nozliq kulgani bilan yuzida salpal muңlanganini bilinib turadi. Chin oshiqlar qo'shilmaydi degan gap bor-ku, balkim shu gap rasmi chiqar dedi. Uningdan keyin buvisari o'ylanib turib yana. Shundaqdimi o'ylangandan keyin turmush halakchiligi ulug' tuyg'ularni yeb qo'ydi. Muhabbatimizni nikohga bog'lab nima qilamiz dedi. Xotirjam turmushni qaysi bir ayolga xiyol qilmaydi deysan? Keyin bilsam buvisari mening yozuvchilik kasbimga ta'siri bo'lmasin degan orzuda qilgan harakat ekan. Bu vaqtni o'zing bilasan. Ayoli bilan ajrashgan odamni axloq jihatdan oz deydigan bahona bilan darhol eshakka ta'tir mingizdigan odati bor edi-ku. Shaxonov: "Ha, mundaq qilish biz qozoqlardan avj olgan. Klassik yozuvchi G'obut Musurapov, dangliq botir yozuvchi Bovirjon Mo'mish o'g'li, dangliq naqshchi Ermak Sarki Boyevlar ayol almashtirgani uchun ig'ir jazoga tortilib, salbiy personajga aylanib, qiyin kunlarni beshidan o'tkazgan." Aytmatov: "Nima degan bilan buvisari mening istiqbol yulduzimning davomli egizlab turishini o'ylab, o'zining shaxsiy baxtidan bosh tortgan ekan. Sabr aqlning, tuyg'u yurakning egisi, bir-biriga beqinmaydigan shu ikki xususiyatni o'rtaq maqsadga bo'ysundirib, sirtidan o'zi suygan odamga tilakdosh bo'lib qilish hamma odamning qo'ldan keladigan ish emas. Bir qatim buvisari ikkimiz Moskvadan aeroplanga o'ltirmay, Bishkekka, Moskva Olmata tiz poyezd bilan qaytdik. Aeroplanni birdamda berib qoladi-ku, uchiblar. 2 kishilik ozoda, tinch bo'limda odatdagidek hech kim telefon qilib yoki ish qilib yaram qilmaydi. Butun dunyodan ayrilgan holda tunni tongga ulab, 3 kun etib tugatkisiz cho'chakdek ajoyib davr surdik. Shu vaqtdagi bizning nurg'ulg'an hikoyalarimiz, yurakning cho'nqur qatlamlaridan chiqqan, ilgari hech bir inson bolasiga eg'iz ochib aytib boqmagan sirlarimiz, hayotning mangulikligi bilan turoqsizlik to'g'riliq, adabiyot san'atning murakkab xususiyat xarakteri to'g'risidagi fikrlarimiz qandoq moslashib, bir-birini to'liqlab, jinimizni rohat tuyg'usiga cho'mdirgan edi. O'zingga o'y xiyoli, ro'yi, mijoz xulqi, tabiati, jon dunyosi o'xshash odamni tepishdan ortiq baxt yo'qligini shu qitim eng dastlab o'z yuragim bilan sezgan edim. Asrga tan qo'g'isiz kun bo'ldi. Bu mening umrimdagi eng baxtli kunim dedi buvisarim o'kinib.
O'zaro cheksiz tushunishgan ko'ngil kuyidan poyezd chaqlarimi tinmay qo'llab, erkin yo'rg'aga sag'an otdek olg'a intilib chamdaydi. Pat-pat derazadan sirtqa qarab tabiatdan huzurlanamiz. Arqamizda Rossiyaning yeshil to'qayliqlari, qo'l bog'lab qozoq xalqining keng qorni ko'ksidek yeyilib yotgan dalalar biz bilan musobaqlashib orqada qoladigandak emas. Aral shahriga kelib to'xtaganda vagondan tushib toza havo yedik. U yillar dengizning suyi tortilmagan, chalg'ib turgan vaqti. Erki do'lqinlar kunlarda yaltirab, yalt-yult qiladi. Shuningdan buyon Qizil O'rda, Aris, Chimkent, Tulkibosh esingdimi? Bir qatim ikkimiz sening mashinang bilan Toshkentdan Bishkekka kelyotgandik. Kun endi shafaq nurini chechib atrof butunlay shalpardek qizilliq purkangan ajoyib bir chog' edi. Tulkiboshga yaqinlaganda biz bilan tang musobaqalashib yurgan temir yo'l Egiztog' tarafga cho'ng yoysimon aylanatdi. Yozda bu orliq alayda tus ilib o'ziga xos go'zalligi jo'r bo'ladi. Men senden mashinani to'xtatib turishni o'tinib sirtqa chiqdim. Vah karomat. Poyezd buningdan 25 yil burunqidek erkin dala qirlarni arlab Olmaotaga qarab ketyotidi. Qishda egizdan ko'chgan qor temir yo'lni besib qolmasin deb taqqa yo'lab qo'ygan 2-3 qator temir vodaklarmi hech qanday o'zgarishsiz turgandek qiladi. Yurakim tez-tez so'qib ketdi. Ilgari shu orliqdan o'tganda bu sarining alayda bir xo'shallik cho'mib, qozoqning turlik ulug' tabiatidan cheksiz rozi bo'lgan vaqti esimga kelib, ko'nglim ixtiyorsiz yerim bo'ldi. Bu sari bilan birga yurgan qanchalagan yillar ichida talay shaharlarning madaniyat markazlarida bo'lib tarixiy yerlarni billa oraldiqkin. Yoki bo'lmasa birla Bishkek shahrini aytayli, ba'zi uylarning yenidan, ko'cha eg'izidan, belgilik madaniyat o'rinlarining oldidan o'tganda dal shu vaqtdagi gapimiz, kulkimiz, xo'shalligimiz, munglanganimiz butunlay chekitlargacha esimga keladi. O'tganda ikkimiz Qirg'iz mamlakatlik opera va balet teatri o'mkiga birlikda yig'inga bormadikmi? Elning qarashi boshqada. Men o'z xayolim bilan ovoraman. Buvsarning kasbiga moyilliqi, hech kim tenkilanmaydigan sho'x, erki talanti shu teatr sahnasida qanot qaqdi-ku. Buvsariga munosabatli talay voqealiklar birma-bir tizilib kino lentasida ko'z oldimdan o'tib turdi. Sahnaga qarasam, hozirla uchqili tamshalgan oqquga o'xshash shuncha uzoq yillar bo'yi xiyol dunyorimni tutqun qilgan go'zal qiz chiqibla usul o'ynab ketadigandak bilinadi. Balkim men bu sarining ro'yining ko'nirmaydigan, o'zgarmaydigan, tirik, biroq maxfiy albomidirman. U bir safarda betob bo'lib yotgan, qaytgan, keyincha ko'kirkiga tushgan xatarlik ishiq diagnozi bilan Konsovo doktorxonasida yotdi. 1,5 yil to'limi qiynaldi. Aytishning o'zi o'ng'ay emas. Konsovoning ichiga alaydan ruxsat qog'ozi bilan kirgil qo'yatdi. Bu sari bilan bir yotoqda naq shuning o'xshash kasal giribdor bo'lgan Sovet Soyuzining xalq artisti Androskayamu yotadi. Mening dastlabki postlarimni o'zining Yangi dunyo jurnaliga besib, oq yo'l tilagan, iymoni bilan ketgan Aleksandr Tvardovskiymi shu xatarlik ishiqning changaliga tushgan edi. Har qatim bag'inimda ko'ngil so'rab turdim. Yodab qerib qopti. Uzoq o'tmay u dunyoning odim bo'lib ketdi. Bu sarning badani asta-asta sezishga boshladi. O'rnidan turishga darmoni yetmaydi. Chiroyli yuzi solishib, yaqimliq mehrli ko'zining nuri o'chib, o'zoyidan ketgan edi. Uning bu dunyoning odam emasligiga dastlab ko'zim yetganda, butkul dunyo menga tar keldi. Mangay desam putum yerini topolmay qoldi. Oxir saqayish umidi anga kuch baxsh etganda, bu sarni Bishkek doktorxonasiga yetkazdi. Xizmatda tinchim ketib o'ltirolmay pat-pat doktorxonani aylanaman. Taqdirning qattiq hukmiga ko'nglida bo'yin egib turgani bilan men kirib kelganda bu sarning so'lg'an chiroyiga xo'shallik o'ti tutishadi. Balkim bu jinini to'limi azoblagan og'riqni menga bildirgisi kelmagini yoki meni qiynalmasin degan o'xshaydi. Oxir 1973-yili bu sara mangulikka ko'z yumdi. Shaxonov opera va balet teatridagi qayg'uliq yig'ilishda marhum bilan xo'shlashish vaqtida ko'rganlar sizni ezilib yig'lab ketdi deydi. Hatto shu vaqtga chidayolmagan jumuriyatning bir boshlig'i "Ovushiqni past qilinglar" deb yendikilarga degan ekan. 40 yil qo'ynida yotgan ayol o'lsin ko'zdan yosh chiqmaydigan bir kimlarga balkim sizning qiliqlaringiz g'alati ko'ringandir. Izzat obro'yi, qadr qimmati, oilasi, xizmati bor sizga shuning hammasini otlab o'tib, butun zehningiz bilan motam tutishingiz va uni hech kimdan yo'shirmaslik sabab bo'lgan erlik tuyg'usining mundaqli kelganda tuyg'u emasligi aniq. O'zaro sirdishish ustida Qirg'izning atoqli shoiri Suyunboy Araliyevning shu voqea to'g'risida mundaq degan esimda qoldi.
Gülzara ismi jismiga loyiq, qirg'iz qiziga xos mijozlari butun badanidan ko'rinadigan mehri issiq ayol edi. Shu vaqtda boshqa qirg'iz shoirlari qatorida menmi uningga she'r sovg'a qilgan edim. Uning o'limi butun qirg'iz xalqining ichini ichitdi. Adabiyot san'at xodimlari orasida tonilib chiqqan bu ko'zning qarchig'i kishi qalbidan sirtda qolamdi. Chingiz ikkisining o'rtasida uzoq yillardan buyon davomlashib kelayotgan ulug' muhabbatga yildiz tortgan pok hissiyat borligini hammasini sirtdan aytishib yurdik. Gülsarını oxirgi safarga uzatadigan vaqtda Chingizning ikki ko'zi kupdek ishib, boshdan oyog'igacha qor kiyinib keldi. Ba'zilar uning bu qiliqini yoqtirmay, ayoli, bola chaqasi botirib, bu nima qilg'ini deyishib, ushoq gap so'z taqitib yurishdi. Men, Aylanay Chingiz, adabiyot qandaq ulug' bo'lsa, muhabbat shundaq ulug', yigitlik mijozni ko'rsatdi deb rozi bo'lib turdi. Voy jon. Mushtaq gap o'yintib o'zininki shallog'liqini yo'shirmoqchi bo'ldi-da. Aytmatov. Suyinbayning ko'ngliga rahmat. Ha, Bo'sardan ayrilish men uchun yerim taqdirimni yo'qotish ekanligini boshqalar nadin bilsin. Shaxonov. Manas dastonining 1000 yillik ma'rikasi vaqtida qirg'izlarning dangliq haykaltirash ustasi Turg'unboy Sodiqovning Bishkek shahrining o'ttirisiga o'rnatgan Albaxti nomli dangliq ko'rgazmasi haybat bilan ochildi. Bu mushu qirg'iz xalqining hayoti, hunari, adabiyoti bilan ilmga ko'plagan emgak singan, xalqning erkinlik yo'lida kuch g'ayratini taqdim qilgan qahramonlarni shu haykalning qo'sh qanotida qo'ndirib tasvirlagan. Ko'rgan odamning ko'nglida qoladigan ajoyib ko'rgazma bo'ldi. Shu qo'sh qanotning bir tarafida xiyol dengizni kechib sizmi tursiz. Yana ikkinchi tarafida san'at osmondagi oqqudek uchib o'tgan Bo'saraning chiroyli siymosi. Tuyuqsizlikmi yoki haykaltirashning xiyolining mevasimi? Tirikchilikda taqdirini bir-biriga biriktirib o'tamagan odam bu qitimni qato turolmay, o'zlari cheksiz so'ygan qirg'izning ulug' tog'lariga, dalolari bilan ko'liga ikki yoqdan ko'z soladi. Jumhuriyat madaniy turmushida zo'r vaqa bo'lgan ko'rgazmaning ochilish marosimida yaningizda turdim. Mening his qilganim mis haykalni his sizmangiz bilan oyab, tilsiz harakatlanib, noyat uzoqqacha ko'zingizni uzmay qadalib turdingiz. Aytmatov. Bo'sara olamdan o'tgandan keyin uzoq o'tmay Italiyadan chaqiriq qog'oz oldim. Bir kun ichida kiyim bilan Sitsiliyaga otlandik. Dengizning usti oy sutdek oppoq, salqin, mayin shamol so'qidi. Yiroqda nurg'unlagan chiroyli chiroqlar. Shu vaqtda Bo'sara ikkimiz tang yaxshi ko'rib anglaydigan bir muzika anglandi. To'lqin bilan birga chayqalib kelayotgan kiyimidagilarning hammasi heliqi muzikaning ritmi bilan usluga tushib ketdi. Ko'z yeshimni to'xtata olmay, kiyimining chetida palobiga yulangan pit qetib qoldim. Dengiz, tün, ay, timtos odamsiz orollar va ko'ngilning kechidagi yolg'izligi. Hozirmi mushu muzikani anglasamla Bo'sara esim kelib ixtiyorsiz yig'a bosadi. Buni sana til bilan ifodalab berishga ojizlik qilaman. Kassandra Tamg'isi nomli romanimda personajim Robert Borkning aeroplanda ketib pastlab, laylab, o'rkashlab, to'lqinlari kumushdek parqirab turgan dengiz ko'rinishiga xiyol bilan qaragan vaqtda yozilgan. Shu ko'rinish Italiya safarimdagi o'z beshimdan o'tgan. Bo'sarani izlab, yolg'izlikning qurshoviga qamalgandagi mungluq rasmlar edi. Shaxonov. 70-yillarning o'rtalarida Moskvada uchrashib qolib, o'zingiz tushgan mehmonga chaqardingiz. Shu qitim yeningizdagi Maryam yengini tunji qitim ko'rib, Xudoga shukr, Chingizga iymoni kuchlik, odamgarchiligi bor ayol uchrabdi deb bilgan edim. Xiyolim oldimapti. Uning beshingizni chamisining yetishchi silab, yozuvchiligingizga zo'r ta'sir ko'rsatganligi aniq. O'zi urf-odatga pishiq, siyliq sipoyi, madaniyatlik, mehri issiq ayol. Bo'ronliq bekat romaningizdagi manqur temasiga yozgan kino ssenariysini Turkmen film kino studiyasi ekranga chiqadi. Yeningizdagi sizning ichki dunyoyingizni uyg'unlashib, xiyolingiz yo'lini ochadigan shundaq bir juftingizdan bo'lish cho'ng muvaffaqiyat emasmi? To'g'ri deysan. Bu sahardan keyin ko'nglimni hech qanday narsa bilan to'ldirib ololmadim. Shundaq Muxtarjon, mening umrimga mangulik armonim bo'lib qolgan. Biroq abadiy yuragimda yara jarohat qoldirib, meni umrlik dog'da qo'ygan shundaq so'ygi bo'lgan. Ro'yi lamakanchilikda tit bo'lib yurganimda taqdir meni Maryam bilan tepishtirdi. Ko'nglimning kamtiki bitilganda, kesilim saqaygandek xotirjam yashab kelyapman. Baxtli turmushimizning simvoli sifatida bizga madad bo'lib, Sherin ismli qizimiz, Eldar ismli o'g'limiz bor. Anasi ikkimiz u ikkisiga cho'nqur kuyib, qandoq fazilat esillikning cho'qqisiga yamaysimi, eng oldi bilan biz ularni tuqqan, elning o'tida kuyib suyida oqadigan, foydasini yetkazadigan bilimlik farzand bo'lsa deb tilaymiz. Shaxonov, o'tganda qizingizning bir mijoziga to'liq rozi bo'ldim. Olmata rayoniga Maryam yangi bilan ikki farzandingizni bir yo'silga uzitib qo'yishga bordiq-ku. Shu vaqtda Sherin
Aka, atamның diabet kesili бар. Mehmondorchilikda ba'zida bilmay qand ta'mlikan tamoqlarni yeyilishi mumkin. O'zingiz ko'z silib qo'ysangiz deb sizga anglatmay mening qulig'imga asta pichirildi. Aytmatov. Keyingi vaqtlarda ikkimiz davomliq birga yuramiz. Shunga sen alaydan topshirgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Shaxonov. Canbek Canuzaq degan jurnalist uchirganning og'ziga mikrofon tutib, umringizning har qaysi mezgillarida uchirgan ayollar to'g'risida ma'lumot to'plab, Aytmatovning xonim qizlari degan nomli kitobcha chiqaribdi. Bu tadqiqot kitobi kitobxonlardan eshib, ba'zi noy markazlaridagi oshxonalardan setilayotganligini ko'rdim. Aytmatov. Ruxsatsiz bir kishining ichki dunyosini aqtirish yaxshi adab emas. Mayli o'zi to'g'ri topsa yeziversin. Biz qaysi qo'shoqchining og'ziga tuvoq, qaysi do'rab yozganning qalbiga to'siq bo'lamiz. Tasavvur qildim purishmi? Kitob chiqqidek tadqiqot temasiga aylangan bo'lsa. Karas. Dastlabki juptim. Yoshlik, o'quvchilik vaqtining o'tliq, murakkab davollarini birlikda ochdik. Marhum onam Nag'ima bilan ikkisi ona qizdek ko'ynishib, ko'p yil inoq yashashdi. Karazdan Sanjar, Asqar ismli ikki o'g'il ko'rdim, Xudoga shukr. Hozir u ikkisi tang el yukini ko'tarishga yarab qilishdi. Yana Tatdi buvi Tursunboyi va bo'lsa bir chaqda ko'ngil to'rida yenib o'chgan avvalgi ayollarimning biri. Umu Qirg'iz adabiyot san'atining baxtiga yaralgan mo'tabar ayollarning biri edi. Taqdirning agir-bugir yo'llarida bulardan boshqami yiliqidek yozuvchilarning qalamiga ilinmagan ayollar bo'lgan. Shundaqdimi qalb izhori sifatida aytadiganim bu umrimning eng chopqinliq, qutluq yillari, yorqin esliklari, quvnoq kechalari, yulduzliq vaqtlari ashundaq ayollar bilan birga o'tganini davomli zo'r hurmat bilan, zo'r rozimanlik bilan eslayman. Shaxonov. Qirg'izistonga elchi bo'lib kelgan yili xalqaro ruhaniyat jamiyati To'xtuqul nomidagi mamlakatlik filarmoniya zalida mening she'riyat kechiligimni o'tkazdi. Kechilik oyoqlashayotganda bir mo'may illiq salomlashib, "Sadagan ketay muxtar, meni tonimdigansan, Karaz yengang'u men, o'zingning Chingiz akangning" deb duduqlab qoldi. Uni burun ko'migachga biroz gap topolmay qoldim-yu, amonliq ahvolini so'radim. U Qirg'iz bilan Qozoqning o'rtasidagi rishta tutashligiga akang nurg'un emgak singdirgan. Shu yo'lni sening davomlashtirganingga biz to'liq rozimiz. Yana Chingiz akangni desak, shu bir asrda bir laqitim tug'iladigan qaysar inson-ku. Uning bilan birga o'tgan vaqtlarim umrimning eng qimmatli yillari ekan, dedi ko'ngli yerim bo'lib. Aytmatov. Ashu hikoyamizning javhiri ma'nisiz 3000 yil umr ko'rishdan ma'nilik 3 yil umr ko'rishning ortiq ekanligini tasvirlagan balladangni o'qigan. Tushungan odam bu she'rni teran o'yga soladi. O'qay balladini. Ömür qisqa deb qaqshaysan do'stim. Mundan million asr burun yer olamga tang chechib yeshil nurun, qattiq mushkul hayotning quchqida kulibdi. Kishilar 3000 yilga yaqin umr ko'ribdi. Talay asr qarnalarni atlab o'tgan uzun umr nadikan. Yeshi qachon 700 ga yetgucha el ishida sanalmabdi bu yetgan. Qalb izhor qilmoqchi bo'lib yursimu, bir yaxshi so'z aytolmabdi umidmi. 700 ga yeshi yetmay, uylanishga yo'l yo'q yigitgimi. Biroq vaqa bo'ldi oxir nogihon, qiz bilan yigit bir o'lkada tepishgan. Armon tilak qo'shilib, yurakda qutjush urib, til yaratar tuyg'u bilan tashqimi, faqat tuyg'u boshqaradi so'ygini. Yeshi 100 ga yetmay turib, bir-biriga oshiq bo'lgan. Masxara. Kundan kunga topdan chiqsa davrimizning yoshlari, bu nima ish? Ota-buva dasturidan tashqari. Kichik turib bu sho'xliqi nima deb el yoqalarini tutishdi. Yigitning otasi aytdi: "Vush sho'rlig'im balam, it bo'lding'u yaxshi nomga ko'nmagan. Ota-buva dasturini buzib, yurtdan naga qochmoqchisan aldirab. Ig'ir alam tortqizding sen o'lgucha, o'lgan ortiq bu xo'rliqni ko'rgicha. Aql top, uylanishni qo'yib tur. Eng bo'lsimi 600 ga kelgicha. El ta'limin oyoq osti qilmagan, to'y oz emas texsining ko'changda. 500 yil kut, ondan keyin ruxsat, 15 qizni qatar olay desangmi, yigit o'ksab dard to'kdi. Bo'lmaydi. Bu falsafang hech aqlimga sig'maydi. Tashqi ursangmi bu beshimni na qilay?
Bu şiirim naqşan bolup yangraydı. Qeri qaplandek manga qiydap yurgiçe, jinim ata düşensaڭçu qalbimni, vissal tapsa farzandingning armini, senimi ilar qayg'u mungning qarmiqi. Undan ko'ra qo'l uchini ber quda tut, qiz uyiga borg'in darhol patilab. Biroq ota o'xshab amdi un chiqmadi. Tugab qoldi uning bor yo'q amali. Yengiliqqa ko'z oz emas tikilgan, xuy ko'rsatdi bolalarmi bir-birlab, qo'llashiga erishmagach hech kimning. Qo'l tutishib taqqa qochdi nargin xudo, bergin xudo madad deb, bu vaqa atrofga bir taraldi. Mutassib elga amir qeri chol, qo'sh oshiqni izlab tepib oldi-yu, bir-biridan ayirdi. Endi mana kengri dunyo, osmon tor bo'lib, ko'ngillarga sovuq tushib qarqonib, kun tun nola qilib yig'lab o'zaro, ko'z yumg'icha ko'rishishga zar bo'lib, ikki oshiq yuragini bir qilib, taqdiridan mundoq tilak tiladi. Burun to'yi bo'lgan, zimin anam, yer anam, o'g'il kerak bo'lsa sana onajon, o'zgart bundoq bema'nilikni. Sen uchun bu qiyin ishmi shunchalik, bildingmi? Bu ishingda xatar yotar qanchalik. Bizlar uzoq bu bemazza umrning tunjuqtirar mijozidan charchadik. Qandoq yashar el zarlamay qaqshamay, ilgirlamay, so'kmay, tillamay. Muhabbatsiz o'tgan kunlar mazzasiz, sug'i yozgan tamg'idek. Yursak mayli qoy tog'da, bayovonda, sig'inishliq otgan tanglar bor hammasi esimda. Bema'ni 3000 yildan, ma'na bilan baxtlik o'tgan, sevgi bilan nomusliq o'tgan 3 yil ortiq emasmi? Agar uni ko'p desang, sadigan bo'lsin ulug' onam, xosiyatlik ona yer, oshiqimga uchrashtirgan ham 3 kunlikli hayot ber. Tuymayman shilsimi go'shim bilan, gulxon bo'lay o'tim bilan. Faqat 3 kun, faqat 3 kun hayot ber. Ondan keyin beshimni kessang beshim bilan, qaysar yigit yumishtib tosh ko'nglini, qo'sh oshiqning sulmusin deb gulini, yer ustida kishilarning umrini 30 etsa qisqartdi deydi u o'zi. Ha, endi sen umrni qisqa deysan nemishqa? Aytmatov. Mazmuni cho'nqur, ma'nilik she'r yozgan shoirning o'zi yuksak so'ygi cho'qqisiga chiqa olganmidi? Endi Shaxanov keldik. Bayden Chingiz Aytmatovningki chog'isini chitqa yeyapti-ku. Endi Shaxanovni anglaymiz. Bo'z bola chig'imda ko'ngil dengizni chalg'itgan, uzoq yillar bo'yi kunduzi xiyolimdan ketish tushimdan ketmay kelayotgan mundaq bir voqea bo'ldi. Aytmatov. O'zing to'g'risida turli kitoblarni ko'rib qolaman. Yo'shirdig'ini yo'q. Bir-ikki qatim so'rashga tamshalganim esimda. Vaqt amdikaga o'xshaydi. Sirdishish, fikrlashish, ro'yi tushunishga muyassar bo'lgan kishilarning o'zaro munosabatini texnik yaqinlashtirdi emasmi? Tartinmay boshlab bergin. Men sening so'zingni bo'lmay anglashga tirishay. Shaxanov. U vaqtda xiyol og'amchisini yuksaklik cho'qsiga so'rgan yuksak o'ylarimiz bor edi. Do'stim Asan ikkimiz kuniga hech bo'lmaganda bir odamga yaxshilik qilamiz deb shartlashgan edik. Bu birinchidan o'zimizga o'zaro mardonalik nishonimizni turg'izish, uni bir yo'nalishga keltirish uchun lozim edi. Shu xiyol bilan Chimkentni aylanib, bizning yaxshiligimizga, umuman yordamimizga muhtoj odammiz deymiz. Ko'chalar odamga to'lgan. U yoq bu yoq o'tib ketganlar ko'rmang. Esib qilib adresini topolmaganlar, bo'g'ich sumkalarini ko'tarib bo'lolmay qiynalib qolganlar kuniga degidek tepilavermaydi. Biroq qanday qilsak bir odamga cho'qim yaxshilik qilamiz degan shartni ado qilish kerak. Shu xiyolning ilkida bozor arlaymiz. Yordamga muhtoj buvay mo'maylarga, g'arib musofirlarga yordam qilamiz. Orvidan ig'ir yuk tushirish, besish yoki lozimli o'ringa yetkazish bizga hech gap emas. Yuk egasining aytgan rozilik so'zidan beshimiz osmonga taqashqada xo'sh bo'lamiz. Asta-asta bu harakatni to'xtashga majbur bo'ldik. Ko'rgan bilgan tanishlarimizning hammasi bizni bozorda yuk to'shib pul tepib o'tibdi deb o'ylab qopti. Bema'ni tavakkilchilik meni oxiri she'rning esil ulgisiga elib keldi. O'zingizning Jamila nomli postingizni e'lon qilib, kitobxonlarning ixlos qilishiga muyassar bo'lgan Leninchil yosh gazeti 16 yoshimda she'rlarimga bir batga yaqin o'rin berib oq yo'l tiradi. Traktor shofir bo'lib yurgan vaqtim, maylashib ketgan shapkamni besib kiyib, tushga rasmimni she'rlarim bilan qo'shib, shu vaqtdagi yosh muxbir Mingbay Ilasovning men to'g'risida tahririyat yo'llagan xatini birga besibdi. Ertadan kechkish traktorining oqisi to'p-to'zon yutib yurgan yosh bolaga buningdan ortiq xo'shallik bo'lamdi. Keyin gezi jurnallarga yozganlarim davomli e'lon qilinib, el-yurt xeyli tanishlik bo'lib qoldim.
Mundaq arman bilan yoğrulğan otluq günlərning birida Chimkent Ma'rif institutida o'tkaziladigan bir she'riyat kechiligiga chaqirildim. Yangidan qatnağa qo'shilgan yosh shoirlar bosh qo'shgan ekan. Navbat bilan keyni-keynidan sahnaga chiqib she'r o'qidik. Har bir shoirning qalam qobiliyatiga, talantiga berilgan bahoni ozod sinfda ko'zlari yenib, yuzlari nurlangan o'quvchilarning yog'dirgan chavak sadolaridan bilgili bo'ladi. Bir qancha she'rimni orqa-orqadan o'qib sahnadan tushganimda qizil yuzlik, yuzida ozroq cho'qiri bor, kiyik o'g'liqidek o'moq bir qiz imzo qo'yib berishimni o'tinib daftarini qo'limga tutqizdi. Qora qatdek ikki ko'zi mo'ldirlab, beshig'i tugib olgan chechi o'ziga to'limi yarashgan, daftarmi chiroyli ekan. Teshini qattiq qog'oz bilan muqobilab, yana uning ustiga nefis yaltiroq chaplavapti. Ichini ochganda eng oldi bilan ko'zimga chiliqqani gazetda e'lon qilingan ikki kuplet she'rim bilan shapka kiygan rasmim bo'ldi. Gazetdan kesib ilib bo'yoq qarindosh bilan o'yib chaplavapti. Qizning ismi Gulanda ekan. G'aflatda esimga she'r kelmay, daftarga qora so'z bilan imzoyimni qoldirdim. U mening yozuvchilik safarimdagi eng dastlabki imzo edi. Gulanda bilan ashunda xiyolimda yo'q turib tanishdim. Shu kecha yuragimizga nur chachqan yo'riqlik vaqtlarining boshlanishi bo'lib qoldi. Mening bola chig'imda yozgan she'rlarimni eng dastlab yodga olganmi shu Gulanda. Rostni aytish kerak. Shu vaqtda kelgusi shoirlik maqomiga ega bo'lishimga o'zim ishonmaydim. Rost shoirni kim ko'rgan? Ular menga besh qozondek olayda yoritilgan odamning siymosi bo'lib ko'rinadi. Siz cho'ng bo'lganda cho'ng shoir bo'lasiz deydi u menga madad berib. U vaqtda Chimkent hozirgidek emas. Shaharning kunpetish tarafida o'sgan qilan qo'mish, yovvoyi yulg'un, majnuntol o'sgan to'qayliq bor edi. Gulandani darsdan tushishi bilan uyga olib qo'yman. O'zi yiliq to'qayliq atrofiga selingan 5 qavatlik uyning uch ig'izida aka yengisi bilan birga turardi. Shundaqdimi shanba-yakshanba kunlarini to'lim betaqat bo'lib ketardik. Shahar ichiga avtobus bilan yetib boramizda, suran shovqindan qutulib, odam yo'q, tuzlanlik bilan piyoda mangimiz. Gulanda har bir gulni xatosiz to'nib, har bir o'tning ismini atab, uning qanday kasalga shifo bo'lganligini to'g'ri aytib beradi. Odatda o'zim ko'ngil burmaydigan yolpuz, otquloq, amanning ajoyib xususiyatini eng dastlab Gulandaning ig'zidan uqdim. Uning kitobi bilan daftarning orasidan qurib qolgan bo'lsa-mu, atir-purqi va nurg'un gullarning turlarini topqili bo'ladi. Bir qatim o'rmonlik orasiga yo'l chetida o'lib qolgan qushqochning o'ligiga udil keldik. Nima degan echinishliq, dedi Gulanda. Bechora qush nemishqa o'lgandu. Osmonda erkin uchib yurganda yilon dam tortdimi yoki birisi qasd qildimi? Mayli nimali bo'lsin, chiroyli ko'mib qo'yayli. Ikkimiz tizilib o'ltirib, chiviq bilan yani ko'lab, qushqochni ehtiyot bilan ko'mdik. Gulanda bo'lsa bir aziz narsadan ayrilgandek yuzida mung qayg'usi bilinib, duo qilib yuzini sildi. Dasilib qolmagani yaxshi. Biz ko'zni yumib ochqichilar tabiat bir go'zal tirikchiligidan ayrilib turadiganligini xiyolimizga keltirmaymiz. Misol olsak, kipinakning 6 kunlik umri bo'ladi ekan. Avulda güzel tabiat quchqida o'sib, qushning nurg'un turini ko'rib, turli o'chiblarni kechib yurib, ularga tuzuk nazar solmabdi ekanman. Gulandaning nozik so'zlarining larzi bilan hamda atrofdagi tabiatga alohida diqqat qilib yuradigan bo'ldim. U mening kun sari bir kishiga yaxshilik qilish degan xiyolimni to'lim yuqori baholaydi. Butun insoniyatga yorug'liq, adolat izlaydigan, insoniyatni mehr-muhabbat, qarindoshlik rishta bilan bog'laydigan cho'ng ishlarning tunji qadami shundoq boshlandi, dedi u bir qitim. Agar odamlar yaxshilik qilishdan qochsa, bir-biriga xo'shallik bag'ishlashni unutsa, dunyoni qorong'ulik bosadi. Gulanda o'z o'qigan kitoblaridan shu o'ylarini dalillashga turli misollarni keltirib, ulug' insonlarning hayoti, ko'z qarashlari to'g'risida uzoq so'zlaydi. Don Quixote bilan Sancho Panchoning qiziqarli hikoyalarini qayta-qayta aytishatdik. Kimiki ar-nomusdan ayrilsa, uningda odamiylik bo'lmaydi degan hikmatlik so'zni tunji qatim Gulandaning og'zidan uqdim. Ar-nomuslik kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Uni yo'qotsa hamma narsani yo'qotadi. Bizning qavmimiz uchun eng chong xavf mushu. Men bilan tangtish ba'zi qizlar tizidan ustun ko'ylak kiyishga amroq. Yot ko'zning nazariga ilinganligidan nima g'ari? Mushuning hammasi uyatsizlikqa ulinib ketmasa bo'ladi degan o'ylar esimda qoldi. U doim mening itimni atamay siz deydi. Bir-birimizni to'liq bilamiz. Yot kishilardek siz deb yurgicha hozir xiliplashgan yangi madaniyatga yarasha sallashib erkin yurmamdoq deganimda. Anam hozir qadar atamni siz deb ataydi. Hozir shaharlik qozoqlar onasini sen deb atsa, shuni uqqanda qarab turib o'ylasan. Bu qiliqlar uzundan bir davomlashayotgan urf odatni buzishdan derak berdi deb kuyib pishib izoh tortganligini ko'rganimda gulpiroq qizning yaqinlik tarbiyasidan, fasohatli so'zlaridan so'yinib, mundaq ayol topqilayotgan ta'limning gul ichilar deb ich-ichimdan hayajonlanib ketaman. Bu kunlarning bir ko'rgan tushdek yalt qilib o'tib ketadiganligini nadim bilay. Mening yozuvchilik hayotimda cho'ng iz qoldirgan odamning biri To'lagin Oyberginov edi.
Qani näge ketdimdi bu? Güldanany taşıwetdi-gu. 29 yaşında Қазақ şeýreti asmanda quyruklyk ýultyzdek uçkan şair edebiyatımızga başgadan dolqun, ýeňilik elip gelgen. O menden 5 ýaşly çoň idi. Deslepki şeýerlerim elan kılıngandan keyin özü izlep kelip tonuşkan büdür çaşlyk, käň maňlay, kelişken bu qaramtul ýigitniň talanty hem içilip atgan ýaşlyk bahary, dostluk huşdar köňli meni tizla maýil kıldy. Tölegün, ugabal eken bu. Gep etip yürgen kızın barmı dep sordu bir günü. Men bir iki kız söz bilen Gulanda hakkında söz açtım. Undaq boz tonuştursan bolamdı dedi qiynalıp. Ätdemes ögüllikke, yani 2 aprel. Mening tug'ilgan kunim bu, şunu bahana qilib chaqirib tonuşturay. Xijilchilikda kelamdi kelmamdi dedim. Boludu. Sapirimdan yana bir kun kechikman. Tug'ilgan kuningni kutaman deb chaqchaq qilib, Aqko'ngil shoir shu zamatda kelishib ketdi. Va'dalashgan kuni üçümüz şäher sirtiga chiqdik. Ko'k o'tloqqa gizis selib, ustiga onam alaydan pishirib bergan go'shtni, do'kondan setib olgan 3 shisha limon suyi bilan Tölegünga atab olgan 2 shish pivini qo'ydik. Tölegün tug'ilgan kunimga atab 2 kitob sovg'a qildi. Yerim esimda. Biri Kovşar degan avtorning Alatog'ning qushlari, ikkinchisi Toshbaqaning turlari degan kitob. Kelgüsidagi cho'ng shoirlikdan tamat atib yurgan mening Ağa, eningizning Mal doktorluk institutining o'quvchisi bilan almashtirilolmagansiz degan chaqchiqimga u shoir bo'lish uchun atrofingdagi tirikchilikning hammasini to'liq tadqiq qilib bilishing zarur. Undaq bo'lmasa ko'p narsadan qo'rqib qolasan dedi. Bu so'zni Gulanda ma'qullab men sizga kitob sovg'a qilmoqchiman. Bu asarning avtori mening tug'ilgan yerimga qo'shni turgan qarindosh Qirg'iz mamlakatidagi Shikar ovulining farzandi, Jambul shahridagi Mal doktorluk texnikumini bitkizgan Chingiz Aytmatov degan yozuvchi dedi. Shunday qilib sizning Tog'lar va dalalar deb ataladigan rus tilida chiqqan kitobingizni sundi. Mana, men siz bilan dastlab qadamda Gulanda orqali allaburun shakllangan sezimning yetakchiligida shundoq yo'liqqanman. Ashu kuni Tölegün ikkimiz Gulandaning yaltiroq qizil daftarga she'ri bilan asli qoldirdik. Tölegün bo'lakcha hayajonlanib, kelajakda kelinga 6 kuplet she'r sovg'a qildi. Men bo'lsam yana bu she'rlarni yozdim. Bir baxtlik şoğlu gördüm közüңdün. Biroq uni kim bar mendek düşengen. Baxtlikman, güzel yarım sen bilen. Oyda yo'q bu tonuşqanim üçün men. Kunlar o'tar, almışar iz qadamlar. Tartıman, ishiniman g'am yemeymen. Taqdir qo'shdi, xiyolda yo'q bizlarni, lekin juda qilarmi deb qo'rqaman. Kechqurun Tölegünni Chimkentdan avtobus bekatiga uzatib qo'ydik. Avtobus qo'zg'alish oldida akam Tölegün meni Gulandadan birdamga ayirib ilib chiqdi-da, baxting ichilsin. Haqiqiy shoirga ayol bo'lish loyiqti bor cho'nqir fikrli qiz ekan, uning peshini ching tut deb qo'lig'imga chevirildi. Yolg'iz onam bo'lsa og'riq, doim o'rin tutib yetib qolatdi. Boshqa ishonchlik urug' tuqqan oz. Endi bo'lsam o'ylanib Gulanda bilan bosh qo'shib al-qator yashay deb o'zimcha plan tuzib, ichki o'ylarim bilan birlashib yurgan chig'imda Gulanda, siz tushga ishonamsiz deb so'radi. Yo'q. Ikkimiz birga bo'lolmaydigan o'xshaymiz, dedi birozdan keyin xotirjam bo'lolmay. Nima ish keligini bilmadim. Menga shundoq sezildi. So'zlagan qiyofatidan bir titrak borligini bayqadim. O'tganda menga atagan she'ringizda taqdir qo'shdi, xiyolda yo'q bu damlar, lekin juda qilarmi deb qo'rqaman deganingiz balki mumkinchilik aylanar. Keyin Gulanda hodisiga yo'liqqandan keyin shu she'rni nima sababdan shundoq yozgandiman deb talay qatim pushaymon qildim. Boris Pasternakning Sovet İttifaqının yazğıçısı ekan. Shu vaqtda Yevgeniy Yevtushenkoga she'rda o'zingning tragediyak o'liming haqidagi o'sak so'zlardan qoch. So'z qudrati degan ashundaq. Oxirida o'zing o'rtinib aytgan qayg'u-hasratga o'zingni tuydirmay yetlab kelish mumkin degani bor emasmi? Gulanda birga o'qigan rus qizi bilan 2 kunlik dam olishdan foydalanib uyga bormoqchi bo'lib, Moskva Olmata tez poyezdiga o'ltirdi. Men bu chaqda nashriyotdan chiqqilayotgan kitobimning ishi bilan Olmatada yurdim. Burun Tulkivosh atrofidagi bekatga kelgan ozroq bosim to'xtaydigan poyezd bu qitim suratini sal-pal ostiltib o'tib ketibdi. Tova, shu kundan boshlab poyezdning bekatlarda to'xtash vaqti o'zgargan ekan. Bu ahvolni poyezd mulozimatchilari qizlarga askartin bermabdi. Amalsiz qolgan qizlar poyezd surati sal-pal oslagan chog'da yerga oldi bilan yuklarini tashlab orqadan o'zi sakrabdi. Gulanda poyezd chaqlari ostida qoldi. Rus qizining puti sinibdi. Kutilmagan kelgan bu ajallik zarba meni gangartib qo'ydi. Yozda bar shishak ichilganda, yoz bilan kuzning nurliq, nursiz kunlarida g'ozlar g'aqildab o'tganda, turnalar qaytib kelganda, oydin, oysiz tunlarda ikkimiz qo'l tutishib, birga mengib aylangan yerlarni ko'rgan siri yurakimda zahardek ochiq o'kinish qaynaydi.
Ətrafni tuman basqandək heç kimni köygünmü, heç kim bilan so'zlashishga ko'nglim unamaydi. Esankirab qoldim. 2 yillik vaqtimni ashundaq sig'inish bilan nadomatda o'tkazdim. Endi Shahonovning hayotidagi ayollar haqida o'qib keldik. Davomini davomli o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.